Mana shunday 4,5 metrli bahaybat bo'lgan oshxona mebelimiz bor yo'q, 4,5 million so'mdan tayyor bo'lgan desam, ishonasizlarmi? To'pato'g'ri o'rtoqlar, nimaga bahaybat deyapman? Balandligi 290 chiqargan, endi 4,5 metr o'rtoqlar. Stilistlarga keladigan bo'lsak, qalin turli stilistlardan o'rnatib ketilgan. Bundan tashqari moykalari, bu yoqda gaz plitalari, mana bu yoqda kargolari o'rtoqlar, ko'ryapsizlar, juda ham go'zal chiqibdi. Mana bunday ajoyib turdagi sochilkalari qo'yib ketilgan ekan o'rtoqlar. Chomniy siniy rangda ishlangan, italyanskiy kraskalar ishlatilgan o'rtoqlar. Krashini MDF dan bo'lgan. Niyat qilganlar bo'lsa, bitta dona like bosib qo'yasizlar hamda kommentariyaga o'zingizlarning chiroyli fikrlarni qoldirib ketinglar o'rtoqlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Barchalarni kutib qolamiz o'rtoqlar.